Yaratganning suyuklisi ekanligingizning 3 ta belgisi. Birinchisi, sinovlar ko'pligi. Bu sizni yaratgandan uzoqlashtirmaydi. Aksincha, har bir qiyinchilikdan keyin tavakkulingiz oshadi. Ikkinchisi, yaratgan yaxshi ko'rgan narsalaringizni olib qo'yadi. Bular insonlar, imkoniyatlar yoki dunyoviy ko'ngil qo'ygan narsalaringiz. O'sha payt siz buni yo'qotish deb o'ylaysiz. Aslida esa bu sizning baxt o'tib najotingiz bo'lganligini tushunasiz. Uchinchisi, qalbingiz gunoh qilgan paytda g'ash bo'ladi. Agar xato qilsangiz darrov buni anglab, tavba qilishingizga kuch beradi. Unga qaytishingizni ko'nglingizga solaveradi. Chunki yaratgan sevgan bandalarini o'z holiga tashlab qo'ymaydi. Bir narsani unutmang, yaratganning muhabbati go'zal sinovlarsiz hayot degani emas. Ko'pincha u qalbni poklaydigan, iymonni esa mustahkamlaydigan va insonni yuqoriga olib chiqadigan sinovlar orqali namoyon bo'ladi. Unutmang, qiyinchilik va sinovlar ortida poklangan qalbingiz ila Robbimga yaqinlashish kutib turibdi.